Mana buni bitta ko'rib oling. Boshlaganimizda 3 ta dona kontent и 141 ta odam bilan boshlagan ekanmiz. Oradan unaqa ko'p vaqt o'tmadi. 100 baravar baraka kirib ketdi. 10 mingdan oshib qo'yimiz. Sizlar tufayli, sizlarning mehnatinglar bilan safimiz kengayibdi. Biz bundan albatta xursandmiz. Bu odamga ilhom beradi, izlanish beradi, mehnatga kuch-quvvat, g'ayrat beradi. Bizning maqsadimiz odam sonini 20 ming, 30 ming, 50 ming ko'paytirib olib, odam yig'ish emas, lekin albatta ko'paytirish maqsadimiz bor. Faqat kerakli auditoriya, foydamizga tegadigan insonlar va bizdan foydalanadigan insonlar bilan auditoriyani kengaytirish va hamda bizning sohamizda santexnika injeneri sohasida hamkasblar bilan hamkorlik qilib, birlashib santexnika oilasini kengaytirish. Bu bizga nima beradi desa, sohamizning o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Men bo'lay, faqat men zo'rman, men o'zim zo'rman, eshagim bundan zo'r emasdi. Bir-birimizni eshitib, bir-birimiz bilan fikr almashib, o'zimiz bilmaydigan narsalar ham bor ekanki, sizlar mana shu oila a'zolarimizga deymiz-ku, mana bu joyda qanaqa bo'ladi, mana buni yechimi qanaqa bo'ladi, mana bunaqa qilsak qanaqa bo'ladi degan taklif, savollar bilan biz ham izlanishdan to'xtamaymiz. Bu qanaqa bo'lar ekan, qanaqa nima bo'lar ekan, yechimi qanaqa bo'lar ekan deb uni yechimini topib turib sizga berganimizdan keyin undan yana qanchadan qancha odam ko'p foydalanyapti. Shu joyda savol yana berib ketardim, yana sizlarga yuzlanamiz. Yana bizning sohaga oid qaysi yechim, muammolar sizlarga qiziq yoki qanaqadir savolingiz bo'lsa, izohladami yoki o'zimiz lichkagami yozsanglar, uni ham ustida ishlardik. Yana ham ko'tarilardik. Bizning maqsad vaqt kelganda O'zbekistonning santexniklari, injenerlari mana ko'p obyekt qilgan, mana bu muammoga yechim qilgan, bular mana bu yo'nalishda deb bizga havas bilan qarab, bizdan o'rnak olsin. Bunga albatta sizlar bilan birlashishimiz, sizlar bilan birga izlanishimiz bunga juda ham qo'l keladi. Rahmat.